Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana bekafto ko'rishib turganimdan baqayotda xursandman. Bugungi mehmonimiz aziz do'stlar Damas mashinasi. Ko'rib turganlaringda orqadan urilgan orqa bagaj, orqa kirli, pasi deyiladimi, shunaqa. Ko'rib do'stlar, orqadan ular bo'lganga mana bu yerni ichkariga surgan. Mana bu tomoni ham ichkari ketgan, mana ko'ryapsizlar. Kalyanka ham уже figurasini yo'qotgan. Buni inshaalloh kirgizib, to'g'rilab, chiroyli qilib berishimiz kerak. Mana bu ham kirgan. Mana stik bu kirgan. Mana bular kirgan. Mana bular kirgan. Mana ochak hali ochib ko'rsataman yana. Mana bular ham kirgan bo'lishi kerak. O'zi shpagilovka urilgan ekan avvalam, lekin baribir o'zini qilib berish kerak buni. Buni hammasini o'zini qilish kerak. Faqat bitta stop qo'yiladi, bitta bamper qo'yiladi. Qolgan hamma narsasi o'zi bo'ladi. O'zini chiroyli qilib chiqarib berishimiz kerak inshaalloh. Avelari ham bor ekan ozroq. Ko'rsatlar belar chiqib tayyorlashimiz kerak, chiroyli qilib berishimiz kerak. Kuzatishni davom etinglar. Hammasi zo'r bo'ladi. Bomba qilib chiqaramiz, xudo xolasa. Buni aziz do'stlar, stapelimiz Zaynat hozir pastni o'ziga to'g'rilashni ko'rsataman. Endi stapel hammaga yo'q. O'sha uchun ustalarga bu lifehack bu. Prosta bir chiqarib ko'rsatib, qanaqa chiqarishini ko'rsatib o'taman bir. Inshaalloh stapel bo'lmasa ham to'g'rilasa bo'ladi pastni o'zida. Agar kimdir qiynalib shu narsaga mana shu orqadan udar bo'lganga qiynalsa, oson varianti bor to'g'rilashda. Faqat kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'lib qo'yinglar. Savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qo'yishlaring mumkin. Inshaalloh tez orada harakat qilamiz javob berishga. Kommentariyani ham ko'ryapsizlar, anchagina kirgan. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Mana azizlar, yechib oldik Damas'imizni. Ko'rib turganlaringiz bukilgan. Mana bu ichkariga qarab bukilgan. Mana bu ham. Mana bu ichkari tomoni. Kapotda ostki qismi bu. Kirilllar bukilgan. Mana kirilllar ishi o'tdi. Mana bular ichkaridan seli. Bu tarafı ham kirgan. Ko'rib turibsizlar. Mana damkran qo'yilishi. Mana bu oldi resorda oldi tomondagi mana nimasi. Ushlaydigan joyi. Mustahkam joy. Buni surib chiqariladi. Muammo bo'lmaydi. Mana ichkaridan bitta boltiga qotirasizlar to'g'onlikda. Managa shuni tortsalar o'zi anchagina chiqarib boradi. Ko'rib turganlaringda mana osongina variant. Bu uchun stapel shart emas. Faqat damkran bo'lsa, любой damkran, rezovoy bo'lsa ham bo'ladi. Endi gidravlik bu. Rezo bilan burab damkran yasalgan qo'l shular ham bo'lsa bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar. Zo'r bo'ladi.
Mana aziz do'stlar, mana kapotimizni ichi havalam bo'lgan ekan, shpagilovka. Mana polni to'g'rilab, tekislab oldik. Xudo xolasa endi shpagilovka yalatib, tekislab, chiroyli qilib birdan tayyorlab, ustilari hammasi bo'lgan, endi shpagilovka qilib gruntовка sepamiz inshaalloh. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Mana do'stlar, birinchi sloy shpagilovkamizni tutib oldik. Ko'rib turganlaringdek, har doimgidek yashil shpagilovka. Qalin yemabdi, hali shukurga qilgandan keyin ham bitta ko'rsataman inshaalloh xudo xolasa agar. Mana yonboshlariga, mana bularga mana ozroq yalatdik. Bu mana bilsalaring, mana bu yergacha bukilgan edi. Buni mana bularga o'zi chiroyli bo'lib chiqdi, tortganga. Faqat mana bu mana sherga ozgina bo'ldi, keyin ozgina bukilgan ekan. Buni ham tekislab qildim. Mana bu yer ozgina bukilgan. Mana bular chiroyli qilib hamma joyini to'g'rilab, tekislab shpagilovka qildik. Mana kapotimizning ichi ham ko'rib turganlaringdek, mana kapot ichiga ham, kapot ustlariga ham surtdik. Endi inshaalloh bitta shukurga qilib, xudo xolasa tayyorlab bitta gruntовка sepamiz. Kuzatishda davom etinglar. Hammasi chatki bomba bo'ladi. Mana aziz do'stlar, mana kapotimizning ichi havalam bo'lgan ekan, shpagilovka. Mana polni to'g'rilab, tekislab oldik. Xudo xolasa endi shpagilovka yalatib, tekislab, chiroyli qilib birdan tayyorlab, ustilari hammasi bo'lgan, endi shpagilovka qilib gruntовка sepamiz inshaalloh. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Mana aziz do'stlar, shukurga qildik. Birinchi sloy shpagilovkamizni. Mana ko'rib turganlaringda mana o'ylamanglar, bu mana nimadan yasadi deb, shpagilovka bilan yasadi deb yo'q. Temiri chiqib o'tdi, mana ko'ryapsizlar. Mana shu o'zi bilsalaring, mana temiri chiqqan. Bilsalaring o'zi pastga edi, ko'tarib, to'g'rilab, hammasini tekisladik. Mana ham polni temiri chiqqan hamma joyga. Mana ko'ryapsizlar. Temiri chiqib o'tibdi. Tomonlari ham hammasi polni chiroyli qilib yasadik. Endi xudo xolasa kapot usti temirlari chiqib o'tdi, hamma joyini yuqa shpagilovka, qalin emas. Inshaalloh endi xudo xolasa agar bitta yana yalatib, chiroyli qilib bitta gruntовка sepamiz. Agar o'xshagan bo'lsa, qanaydir savollar bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozib qo'yishlaring mumkin. Iloji boricha harakat qilaman inshaalloh. Yana bir marta ko'rsatayin, mana kapotlarimiz ham past tayyor bo'ldi. Xudo xolasa tayyor bo'lgandan keyin chiroyli qilib obzor qilamiz. Qanunda yana tayyorlab gruntовкаga tayyorlaymiz inshaalloh. Kuzatishda davom etinglar. Mana aziz do'stlar, mashinamiz past tayyor bo'ldi. Gruntовка sepamiz endi xudo xolasa. Ko'rib turganlaringda buni hamma joyi tayyor bo'ldi. Mana bu chang, mana bu narsa, mana bu puflatga buni ham olib keltirgandim. Ko'rasizlar qanday puflaydi. Mana ichlarini ham yangi puflatib o'zlarini bo'ladi. Yaxshi puflaydi. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa endi gruntовкani sepamiz. Mana do'stlar, damazimiz tayyor bo'ldi. Inshaalloh endi kras sepamiz. Polni upgrade qilib chiqdik hamma joyini. Ko'rib turganlaringda polni hamma joyi yopiq. Holda endi xudo xolasa inshaalloh polni kraska sepamiz. Germetikalarni ham qo'yib hammasini tayyorlab qo'ydik. Mana kapot usti polni tayyor bo'lgan. Xudo xolasa endi kraskasini sepib tashlasak, undan keyin terib, chiroyli qilib qo'yib, polirovkasini qilib bitta obzor qilamiz inshaalloh.
kuzatishda davom etinglar. Hammasi zo'r bo'ladi. Savollar bo'lsa kommentariyaga bemalol yozib qo'yishlaring mumkin. Iloji boricha harakat qilaman tezroq javob berishga. Qanunda boshladik, endi kraskani sepamiz. Kuzatishda davom etinglar. Mana do'stlar, moshinchamiz tayyor bo'ldi. Mana ko'rib turganlaringdek hamma joyi to'g'ri keldi. Hammasi zo'r joylashgan. Normalni zazorlari. Manaki o'zki qismlari hammasi normalni. Ko'rib turganlaringdek kirlolar ham joyi joylashgan. Hammasi o'z joyiga keldi. Xudo xolasa buni bo'lishi hammasi zo'r. Mana ichlari Onu tayyor bo'ldi. Ha do'stlar, agar o'xshagan bo'lsa, men xursandman juda. Aziz do'stlar, buni xarajati 2.800.000 so'm bo'ldi. Orqa stop, orqa bamper, orqa stopi, mana narsalari, hamma narsasi ichiga mashinada olib kelib tashlab, qaytarib olib ketishga polni tayyorlab berish. 2.800.000 so'm ustuv haqqi ichiga bo'ldi hammasi. Ko'rib turganman vaqtda xursandman. Savollar bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Bemalol, hech qanday muammosi yo'q. Iloji boricha harakat qilaman javob berishga. Sizlar bilan Bek Avto bo'ldi. Agar yoqqan bo'lsa, klassda ayamanglar. Podдержка uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.